tomondan kelish Rishtondan mostdan tushganda hech qancha yurilmaydi. 200 metrcha yuriladi mostdan tushganda Rishtondan kelishda. Mana shu do'konni ko'rasizlar aka-ukalar. Muddatli to'lov. Biz narxlar bilan tanishtirishni boshlaymiz aka-ukalar. Har xilidan bor ekan bu yerda. Mana aka, balonlari ham kattasidan Cherokee balondan qo'yilgan. Oldi ham orqasi jipsi tormoz, mana bu tomondan ko'rsating. Oldi tormozning kolotkasi katta diametrligidan qo'yilgan, yaxshi ishlaydigan. Xo'p, bularimiz-chi? Bularimiz aka yangi model keldi bu yilga. Bular ij mototsikllar, oldingi rossiyskiy mototsiklarga o'xshab chiqdi. Dugalari ham baquvvatidan, oldi orqa jitkislik, signallari ham zo'ridan, tormozlari ham kattasidan aka. Keyin bular yana bitta narsasi start stopligi aka bular. Mana. Signallari ham ashu zo'ridan. Bunaqangi tormozlari ham ko'rinib turadigan aka, signallari ham mana eshitib ko'ramiz. Mashinanikidan bir xil aka. Zo'r ekan mana shu. Yoqdi menga. Svetlari ham ajoyib, anchagina qiziq mana. Yo'llarida pоворot, avarinkalar, yo'llarda svetlari bor aka. O'manetda. Kechqurun mahallada yursiz aka, yoriq qilib yuradi. Keyin yonida mana bunaqangi sumka qo'yadigan joylargacha bor. Dugalari ham baquvvatdan, shunchaki qo'yilmagan. Zo'ridan qo'yilgan, baquvvat. Bularimizni narxi necha bilan? Bularimizni narxi 7,5 million so'm. 7,5 million so'm. Aha. Bular hammasi muddatli to'lovga chiqaveradi. Muddatli to'lovga hammasi chiqaveradi. Aha. Limit chiqsa hisob aka, berilaveradi. Mana bu belgilarimiz ham bor aka, 8 million 600, 10 million 750 ming. Bu elektronik bo'ladi seriya. Mana bu zangor, ikkita zangori, keyin tank to'r eng oxirgi so'nggi modellarimiz aka. O'shalarimiz 10 million 750 ming so'm. Tezligi qanaqa bularda? Bu ham 60 mi? Ha, bular mana ularimiz 60-70 yuradi. Ha, bularimiz o'zi motorni kuchaytirsa 120 gacha chiqishi mumkin. Bular 125 kubali, ular 150 kubali. Aka, mana ularimiz 300 kilolik bo'ladi. Akkumulyatorlari kichkinasi. Bu eng kichkinasi, ha, 300 kilolik. Ularimiz akkumulyatorlari ham bunaqangi 45ligidan, kattasidan qo'yilgan bo'ladi. 32 lik bas, предохранительlargacha bor aka. Zo'r. Bartovoy 300 kilolik. Bitta ko'rib bahoni berib, dedim like turib. Buning narxi necha pul eng kichkinasining? Buning narximiz 9 million 800 ming so'm. 9 million 800 so'm. Xo'p. Keyin boshqachalarimiz bor. Bunaqangi 200 kilolik 500 kilolik bular, ha? Yo'q, bularimiz 300 kilolik, hozirgina Cherokee. Hozirgidan. Ha, bunalar bor, ham passajirni, ham yukxona bo'ladiganlar. Mana bu holat yukxonasi, domkratgacha bor. Mana buni bunday qilinsa, bagaj. 532 kg akkumulyator bilan jihozlangan. Oldi jitkis tormozlik. Keyin bular resorlik bo'ladi, saka diskga katta balondan qo'yilgan bo'ladi. Saka diskga ekan aka. Keyin mana bunaqangi amortizatorliklari bor aka. Passajirning orqalari ham yumshoq mana. Yosh otaxon, onaxonlarga zo'r bo'ladi aka, maza qilib yurishadi. Shuncha chuqurda ko'rdim demaydi aka. Bularning narxi qanaqa? Bularning narximiz 7 million 900 ming so'm, bularniki 7 million 700 ming so'm. Mana bularniki borki yana bir kishilik ham ikki kishilik bo'ladigan, sidinalar suriladigandan bor. Oldilariga mana nevaralarni, o'g'illarni, qizlarni qo'yib olgani ham joy stolchasi bor. Ishlaydigan derzatillarigacha oldi orqaga suriladi. Bularimizni narxi 6 million 150 ming so'm. 6 million? Aha. Bular ham saka diskaligi. Keyin buni katta balonligi bo'ladi aka, mana bunaqangi. Bu ham shu oldi orqaga sidina suriladigan bo'ladi. Bularimiz narxi 6 million 700 ming so'm. Balonlari mana kattasidan. Saka diskali, orqasi ham oldida. Baxilasigacha turibdi mana. Ha, ko'rinyapti. Mana ekanlar. Yangi baxilasigacha turibdi. Zo'r. Keyin mana bunaqangi modellarimiz bor. 300 kiloni ham bortovoy, ham passajirning holati qilsa ham bo'ladi bularda. Bular ham hozirgi variantdan eng kichkinasi, ha? Eng kichkina variantlardan bittasi. Ham sidina, ham bagaj, ikkita yonida eshikchalarigacha bor. Bularda akkumulyatori 6 ta 32 kg bo'ladi aka. Mana 6 ta 32 kg. Original o'zini zavodskiy nimasi 26.03.01 zavoddan chiqqan yili, 26-yil 3-oy 1-kun. Aytafon kokkonelar bilan jihozlangan. Pulichi? Buning pullari 9 million 300 ming so'm.
9.350.000 so'm. Mana ularimiz Bularimiz necha pul? bularimiz o'tgan yilgi aslatkalar 2,5 milliondan skidkada berib yuboryapmiz. 2,5 milliondan skidka Aha. kelyapti. Aha. O'tgan yilgidan qolganlar. Aha, o'tgan yilgi ishlaydi. Faqat o'tgan yil qolib ketgan aslatga xolos. Zo'r. Bularimiz qanaqa va Bularimiz 30 yil tomli hisoblanadi aka. Aha. Mana shunimiz katta, keng gabaritning kattaroqlaridan 632 li akkumulyator bilan jihozlangan bular. Magnitofon, kolonka, bluetoothlar, dornilarigacha bor. Bunaqangi katta. diskalar ham ajoyib. Disk ham, ekan. ha, saka diski kattasidan ballonlar qo'yilgan. Bularimizni narxi ayol kishilarga zo'r narsa ekan. va shu zo'r narsa, mazaqli, qishin yozin ketsa ham bo'ladi, yomg'irda, quyoshdan saqlanadi. Yoniga salafan qo'yib olsa, qishda ham bemalol yursa bo'ladi. O'zgacha bakovoylari ham bor ekan. Mana bunimiz narxi bor. Bunimiz sal kichikroq nisbatanga. Bunda 6 ta 20 lik bo'ladi. Bularimizning narxi 9,5 million so'm. Uchalasi bir xil pashta. Yo'q, mana bunisi oqi boshqacha, shoxcharog'i, ham bunisi kichikrog'i. Kattasi necha pul dedingizmi? Kattasini 11 million 300 ming so'm. 11 million 300 Bu ikkala kichkinalari bu 9,5 million so'mdan. 9,5 million so'm. 6 akkumulyatorli bo'ladi bular. Zo'r. Samakachalarmi? Ha. Ha, deskilar. Detski, Ham veliklar. Bo'ldi. Narxi necha pul bo'lardi? Bu velosipedchalarimizning narxi 180 ming so'mdan boshlanib, Aha. ag'a 250 ming 300 minggacha chiqib ketaveradi. Yosh bolalarga Aha. zo'r narsa ekan aka-ukalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, ana o'rtoqlar. Detski mashinalarni ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, bizga tanishtiringchi Sulonbek. Mana bularimiz bor aka. Bularimizning narxidan boshlaylik, hammaga qiziq joyidan. Bularimiz 1 million 800 ming so'mdan boshlanib, 3 million 800 minggacha chiqib boradi. Bularda ichida 12 voltligi, 24 voltliklari bor ekan. Ha, bular hammasi zaryadga qo'yiladi. Hammasi zaryadga qo'yilgan. Buni tepadagilarimiz velosipedli chaykachalar. Aha. Mana ularimiz Tepadagilarimiz bular hadinoglarimiz bor. Bu hadinoglarimiz 180 ming, 250 ming, 320 ming shunaqalarimiz bor. zo'r. Keyin mana yerda bunaqangi mototsiklchalarimiz bor. Qizil, qora. Bular ham zaryadga qo'yiladi. Bu ham zaryadga qo'yiladigandan magnitofon, kolonka, bluetoothlargacha bor bularda. Zo'r ekan mana qaranglar. Kak mototsiklga o'xshab gazdan aytdan boshqarilaveradi. Keyin bunaqangi geligimiz bor aka. Geligimiz necha pul bu? Bu geligimiz bularimiz 3 million 800 ming so'm, 24 voltligi bo'ladi bu eng kattasi. Ballonlari ham rezinaviy, yaxshisidan bo'ladi, to'ka rezina. Ko'proq nisbatan 12 voltga nisbatan ko'proq yuradigan. Mana unimizchi. Bularimiz aka 24 voltlik, bu ham yaxshisidan 3 million so'm narxi. 3 million so'm. Katta gabaritning. Kami bor. Kami bor, kelishtirib beramiz. Mana bularimiz bor aka. 2 million 750 ming so'm, hammerlar ratsiyasigacha bor. Magnitofon, kolonka, bluetooth hammasi bor. 2 million 700 dan. Aha, 2 million 700. Keyin bularimiz bor aka, yangi model keldi. Bularga ahamiyat beramiz. Prujinalar, amortizatorlari ham yaxshisidan qo'yilgan, kak skuterlarga o'xshatib, oldiga to'rala tomonga ham xuddi shunaqa narsasidan qo'yilgan. Bularda pulti, zaryadniga hamma narsasi bor, magnitofon, kolonka, bluetooth. Lekin yana bularda kachela versiyasi bor. Kachelar qo'yib qo'ysiz, oldi orqaga tebratadi o'zi. Tebratadi. Aha. Mana ham Bularda ko'taradi hammasi. shekilli bu. Ha, bu ko'taradi. Bu va shu zo'ridan.